2017 yıldan beri davamlaşıp kelayotgan Xitoy hukumatining Uyg'ur rayoniga qarata yo'l qo'yayotgan irqiy va madaniyat qirg'inchiligi dunyo jamoatchiligining qattiq noroziligini qo'zg'agandan keyin Xitoy hukumati yaqinqi vaqtlargacha har xil vositalarni qo'llanib, qilmishlarini yoshirishga tirishgan edi. Ammo shohidlarning bir-biridan kuchli amaliy dalillari va inson haqlari jamiyatlari bilan adolatparvar davlatlarning kuchli qarshiligi natijasida begizni tag'arga yoshirishga amalsiz qolgan Xitoy hukumati taktikasini o'zgartirib, yangicha yo'llarni izlashga boshladi. Ular bir tarafdan Xitoy sirtidagi tashviqotni kuchaytirib, xalqaro jamiyat va axborot urug'lariga qarshi tashviqot urush qo'zg'asa, yana bir tarafdan Uyg'ur rayonining o'zida yolg'on sahna yasab, Uyg'urlarning xotirjam yashayotganligini davron solib, Uyg'urlarga qarata elib berayotgan etnik va madaniyat qirg'inchiligini ayblagan shaxs, jamiyat va davlatlarni yolg'onchiga chiqarmoqchi bo'layotdi. Bu yıl 5. aydan başlap iqtisodiy beqindilik sababidan haq ishtilo emas, balki naqshlikdimi o'zini qo'llaydigan davlatlarning Xitoyparast muxbirlarini, orqadilla Xitoyda turishliq elchi va elchixona xodimlarini Uyg'ur eliga elib berib, oldin tayyorlab qo'yilgan sahna o'yinlarini ko'rsatyotdi. Hatto Uyg'ur eliga elib berilgan ixlosmandlari qaytgandan keyin deydigan va yozadigan so'zlarini oldin tayyorlab beryotdi. Mushu ayning 10 kuni Xitoyning muhim taratqullaridan Junhua torida mana shunday maqoladan biri e'lon qilingan. Ipak yo'li madaniyat manzili o'yinini qopladi degan mavzuda bu yil 6 ayning 22 kuni Xitoycha Xinhua torida va Uyg'urcha tarjimasi o'xshash kunda Tangritog torida e'lon qilingan bu maqola yuqoridagi ehtiyojni qondirish uchun ichiga bir necha yangi tortilgan rasm qistirib, mavzusiga yana bir qash ko'z sizilib, yarim oylik suhbat Qashqar Ipak yo'lining 1000 yildan halqagan melodiyasiga o'zgartirilgan. Maqolaning oxiridagi izotiga qaraganda, bu maqola Xinhua agentligining 6 ayning 21 kuni yo'llagan telegramasiga asosan tayyorlangan. Xinhua agentligining Li Zixing, Tao Jihong, Yu Tao va Gaohan ismidagi 4 nafar muxbir tarafidan tayyorlangan bu maqolaning xarakteri yana qadimiy shahar Qashqarning madaniyat ishonchi nusxasining kodini yashish deb eskartilgan. Maqolaning 2 oy burungi Uyg'urcha nusxasi bilan Xitoycha nusxasini solishtirishning o'zila qiziquvchilarga yetarli tomosha. Muxbirlar orasidagi Li Ziliang ismli shaxs Guiju Xinhua agentligi tarmog'ining mas'uli. Uning bu yil yanvardan boshlab Uyg'ur avtonom rayonlik maslahatchilar kengashining hay'at a'zosi bo'lib qolganligi o'qirmanlarni ajablantiradigan yana bir sabab. Ba'zi so'zlari bir qism yaqinqi zamonning Xitoy shoirlarining she'rlaridan va raislarning nutqlaridan ilingan dastlabki abzas Uyg'urchadami she'riy shaklda hayvatlik ku ilon, uzunga so'zilgan ipak yo'li, tog' daryolar mehr muhabbatga to'ldi. Yillar buningga guvoh bo'ldi. 2000 necha yil ilgari ipak yo'lida ko'ldirma yangrab, Qashqar Xuasha madaniyligining uzuqlantirishida o'sib yetildi. Tarixning tumuri uzilmay davomlashib, madaniyat miroslari yorqin mo'l bo'ldi. Tabiat bilan odamiyat bir-birini julolantirdi deb tarjima qilingan. Bu yerda tilga ilingan 2000 necha nima ekanligini bilmoqchi bo'lsak, faqat keyingi Han sulolasi davrida Xitoy elchisi Jang Chenning ulug' to'qarlar bilan til biriktirib, ularga birlikda qarshi turish taklifi bilan ketayotganida, ular tarafidan tutilib, uzun muddat ularning yanida nazarband qilingandan keyin qachish safarida Vaxan koridordan o'tib, janubiy yo'l bilan yurtga qaytganligini faraz qilishimiz mumkin. Ammo uning xotirlarida Qashqarga kelganligi haqida hech qanday uchur yo'q. Uningdan keyingi abzasda Abdullar bilib-bilmay rost gap qilib, Ipak yo'lidagi muhim bozor Qashqar qadimdan tortib ko'p millat to'plashib o'tiraqlashgan joy. Shundaqla ko'p xil madaniyat aloqalashgan, almashtirilgan, yo'g'rilgan sahna. Uning madaniyat asosi cho'nqur deydi. Arkadalla 2002 yılı 7. ayda Xitoy raisi Xi Jinping'nin Junhua madaniyligi, Xinjiangdagi har qaysi millatlar madaniyligining yildizi, tumuri degan so'zlarini naql keltirib, yuqorqi so'zlarini yana rad qiladi. Bu muxbirlar guruhi Qashqar shahrida maydonga kelgan yasmi yangiliklarning kelish manbasini mundaq izohlaydi. Boshshuji ko'rsatib bergan yo'linishni bo'ylab Qashqar Junhua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashni asosiy liniya qilishda ching turib, Junhua munavvar an'anaviy madaniyatini zo'r kuch bilan avj oldirib, Xinjiangni madaniyat orqali uzuqlantirishni cho'nqur olg'a siljitib, madaniyat orqali odam tarbiyalab, madaniyat orqali odam yetishtirib, madaniyat orqali qalblarni uzuqlantirib, Ipak yo'lidagi qadimiy shaharda jo'sh urib rivojlangan, sig'dirishchan bo'lgan madaniyat yangi qiyofatini namoyon qildi.
Abdurlar maqalaning 6 ayda nashr qilingan nusxasida bu amaliyotga uyg'un bo'lmagan xulosadan keyin o'rin olgan to'murdosh bo'lib han tang uslubi hozirgacha saqlanib keldi degan kichik mavzu ostida Xitoy general Ben Chauning birinchi asrning keyingi mezgilida Qashqarga kelganligi haqida alohida to'xtalgan. Qiziqarli yeri shuki, maqolaning yangi nusxasida bu mazmun chiqarib etilgan. Ular Xitoylar bilan Uyg'urlar orasidagi madaniyat almashtirish munosabatlari haqida to'xtalishib, Tang sulolasi davrida Chang'andan keltirilgan chaylarning Ipak yo'lini bo'ylab Qashqarga yetib kelganligini va Qashqarning chay madaniyati tadrijiy gulinib bugungi holatga kelganligidek ajoyib parallarni yozishgan. Azaldan Qashqarni ziyorat qilgan har bir kishini o'ziga jalb qilib kelgan bu alohida odat faqatla choy ichib ussizligini qondirish yoki naqsha aytib usul o'ynab quruq ko'ngil aytish emasdir. Uyg'urlarning choy madaniyati va choy ichish odatlarining Chang'an bilan hech qanday aloqasi yo'q. Uyg'ur iliga sirtdan kelgan choylar qadimda yiroq Chang'andan emas, balki yaqin qo'shni Hindiston orqali keladi. Uyg'urlarning choyxonalarga jam bo'lib choy ichish odatlari yaqin kishilarning kundalik ishlari haqida o'zaro maslahatlashadigan, jamiyatda bo'layotgan ishlardan o'zini xabarlantiradigan, hatto qilmoqchi bo'lgan ishlarda muhim qarorlar chiqaradigan alohida faoliyat shakllaridir. Uyg'urlarning choy ichish odatlarining kelish manbasi Xitoylarnikiga hargiz o'xshamaydi. Qadimgi Uyg'ur madaniyati bilan munosabatlik manbalardan ma'lumki, Uyg'ur tilidagi choy so'zi aslida ikki xil manbadan kelgan bo'lib, bulardan biri keyingi vaqtlarda Uyg'ur iste'mol buyumlari qatoriga kirgan ichadigan, ya'ni maqola abturlari biladigan odatdagi choyni ko'rsatsa, yana biri qadimdan bor nazar chiroq, tamoq, ziyofat, to'y degan ma'nolarni bildiradigan alohida choy edi. Çayның bu ma'nolari Uyg'ur urf-odatlari va madaniyatida aynan saqlanib kelgan. Ya'ni Uyg'ur tilida choy qilish, choy berish, choy ichirish degandek so'zlarni Uyg'ur madaniyatining yiltizidan hech bir xabari yo'q. Bu abturlarning tushunilishi albatta mumkin emas edi. Demak, choyxona deb atalgan bu binolar va uylar Uyg'urlarning kundalik aloqa va kishilik munosabatlari va jamoat faoliyatlari uchun azaldan muhim bo'lib kelayotgan alohida muhim bir tarixiy omonatini saqlab kelayotgan muhim so'rinlardir. Qashqardagi sopolchilik hunari san'ati haqida to'xtalganda, mazkur abturlar bu hunarning kelish manbasi haqida fikr bayon qilgan ikki Uyg'urning qarashlariga yer beradi. Bu mardligi bilan Qashqarning sopolchilik hunar san'atining uzun tarixga ega ekanligini e'tirof qilgandek ko'rinishga kirib olgan abturlarning bu qadimiy hunarning keyingi yillarda naqadar vayronchilik uchirganligidan xabarsizligi ma'lum. Butun Koni shahar rayonida faqat bir oila tarafidan davomlashtirilib kelinayotgan bu hunarning hukumatning e'tiborsiz qarshi tufaylidan yo'qolish girdobiga berib kelayotganligi xilidan beri shu oxirgi sopolchilar avlodi va Uyg'urlarni ansirtib kelayotgan bir reallik. Qum darvozasining qarshi tarafidagi mashhur Uyg'ur tarix shaxslaridan Seyit Nochining mahallasi bo'lgan Ko'zichi Yarbeshining hozirgi ahvoli, egisiz qolgan uylarning chap ketgan tomlari va dal mushu mahalladagi shu oxirgi hunarvan buning amaliy misoli. Abturlar Qashqar ko'chalarida shod-xuramliq chunganning kishilarning naqsha aytib usul o'ynab yurganligi, Jingju teatri va Xinjiang al-nag'malarini bas-basta o'rindayotganligidan olgan ta'sirotlarni undaq ifodalaydi. Amaliyat shuni isbotladiki, Qashqardagi har qaysi millatlarning madaniyati Junxo madaniyatining tarkibiy qismi. Junxo madaniyati boshdan oxir Qashqardagi har qaysi millatlarning hissiyot yo'lanchigi, qalb makoni va ma'naviy makoni. Texmi muhimi, Qashqardagi har qaysi millatlar madaniyati taraqqiyotining harakatlantiruvchi kuch manbasi. Abturlarning bu ta'sirot bayonlari amaliyotni asos qilganmi? Qashqar madaniyati haqiqatan Junxo madaniyatimi? Qashqar xalqi ular ko'rgandek haqiqatan baxtlikmi? Qashqar xalqi asli zodi kim? Jingju teatri, Xinjiang al-nag'malari Qashqarning madaniyat kimligimi? Xitoy kommunistlari ko'tarib chiqqan bu narsaning hammasi, jumladan Xitoy kommunistlari Qashqarni Uyg'ur elining ishg'ol qilgandan keyingi bu 74 yil jarayonida paydo bo'lgan va aslab ko'paytirilgan. Bu zamonda Xitoy millati azaldan hozirgidek ko'p yashab boqmaganligi muxbirlarning o'zlariga ma'lum. 1949 yılı Qashqar viloyatidagi Xitoy fuqarolarining umumiy soni 2000 atrofida edi. Taxminan 98%dan ko'proq nufusi Uyg'urdan tashkil topgan. Azaldan Turk Uyg'ur madaniyat markazi degan nom bilan tanilib kelgan bu zaminning Chang'an madaniyat ta'sirlariga nima ehtiyoji bo'lsin?
Qadimdan o'zlarining 12 muqomini, Qashqar xalq naqsh kuylarini anglab odatlangan Uyg'urlar o'zlariga butunlay notunish Jingju teatrlaridan qandoq huzurni olsin? Maqolaning davomida avtorlar Qashqar Koni shahar rayonining yangi qiyofati haqidagi ta'sirotlarini bayon qilishib, bu rayonni o'zgartirib yasash uchun nihoyat ko'p mablag' sarflanganligini aytishdilar. Amaliyotda Xitoy hukumatining bu mablag'larining avloddan avlodga saqlanib kelayotgan Uyg'ur binokorlik san'atini har xil bahonalar bilan yo'qotish va avloddan avlodga ana shundoq qavatlik uylarda, sirli ko'chalarda yashashga odatlangan xalqni o'rnidan qo'zg'ab, odatlarining aksicha huzursiz uylarda o'tirishga majburlash uchun sarf qilinayotganligi aniq. Uyg'ur urf-odatlarini tushunmaydigan va bu rayonning asli ahvolini hech bilmaydigan kishilarning ko'zini bo'yash uchun o'tkazilayotgan bu g'alati darvoza ichish marosimlari, Qashqarni ko'rib boqmagan Jangchan ruldagilarning xalqni salomlashlari, Qashqardagi, hatto Xitoydagi eng chong Mao Zedong haykali, Xitoy qahramoni Benchuanning hashamatlik haykali va bog'chisi, uning ismi bilan atalgan yo'l qatorliqlarning hammasi ana shu bichora Qashqar xalqini xorlash va umidsizlantirish uchun maqsadlik qilinayotgan ziyonkashlikdan boshqa narsa emas. Faqat sayohatchilar uchun tayyorlangan bir necha ko'chadagi padozlar, har bir so'zni o'ylanib deyishga majbur Uyg'ur do'konlarlar, Xitoy ziyoratchilarining xohlagancha yiqilishib zo'ravonlik qilishiga, yig'lash o'rnida kulib turib bil rasm tushishga majbur sohibjamol Uyg'ur qizlarining dardiga kim yetsin? Sepil ichidagi uylardan sepil sirtiga majburiy ko'chirilgan oilalar kimga arz qilsin? Ko'ngil ichish hujralarga aylangan masjidlarga hamda kim ega chiqsin? Nomi 11-asrdan boshlab tunish Sochiya madrasasining hozirgi ahvoli qandoq? Nomi mashhur Xonliq madrasasiga nima bo'ldi? Uyg'ur islom tarixida bayon qilingan muhim voqealiklarning shohidi Ariston Xo'jamning o'rda oldidagi mozori qani? Maqolaning keyingi nusxasiga bir yangilik. Bu qitim maqolaning oxirida qadimki Qashqar Ipak yo'lining g'arbda O'rta Osiyoga, janubda Janubiy Osiyoga tutishadigan muhim bir qatnash tuguni bo'lganligi va Budda dinining sharqqa tarqalgan birinchi bekit ekanligi yozilib, Budda dinining keyincha islom va xristian dinlarining Uyg'ur diyorida boy madaniyat meroslarini qoldirganligi va bularning Junxo madaniyatining kishini qoyil qiladigan kuchli isbot ekanligi bayon qilingan. Abdullar maqolaning oxirida Qashqarning havo qatnashi, tosh yo'li va poyezd qatnashidagi afzallikni ko'kka ko'tarib, Qashqarning atalmish Junxo madaniyligi munbat tuprog'ida yildiz tortib hayoti kuchga to'lganligi haqida davron soladi. Qashqarning ahvolidan xabardor bir kishining bu maqolani afsuslanmay va nafratlanmay turib o'qiy olishi mumkin emas. Xitoy hukumatining reallik bilan qilchi munosabati yo'q bu sun'iy ko'rinishlar orqali Qashqar xalqi, jumladan Uyg'ur xalqi duchor bo'layotgan bu reallikni oxirigacha yoshira olishi mumkinmi? Haqiqiy reallikni oxirigacha yoshirish va tarixni burmalash, o'zgartish, shundoqla to'qish mumkin emas. Qashqar shahri, Qashqar xalqining o'ziga xos urf-odatlari, kishiligi, Qashqardagi madaniyat izlari, faxrlik tarixi, kimligi allaqachon dunyoga tunilgan. Yolg'on va yasalma siyosiy tashviqotlar dunyo jamoatchiligining Qashqar xalqiga va ular yaratgan mo'l madaniyat boyliqlariga bo'lgan hurmatini va yestashligini hargiz yo'qotolmaydi.